Mahkara katın. Şu ebette bir saat uxlab alindazım hunam görülmedin ha? Hem şatiş gerek. Balanı Nihal Akademiyasını uçimli setin apparış gerek. Mahkara şuna erten gelsek buları. Hep bir gün, mahkara şu bir haftadan keyin gelsek hem bulara düşer. Ne deyse ekansiz? Mesda qolmayotir. O'qiyman deyaveras ekansiz. Yürü yaxshi. Assalomu alaykum. Xalq akademiyasiga xush kelibsiz. Bolam maktabga bir jo'qadim. Joy bormi? Bolangizni keldingiz. Iyda bolam. Maktabgacha tayyorlov guruhimizga to'g'ri keladi ekan. Maktabgacha tayyorlov guruhlarimiz bizda ikki usulda o'tiladi. Birisi 9dan 1 odam bo'lgan, birisi esa 9dan 5 gacha bo'lgan guruhimiz. 9dan 1 gacha bo'lgan guruhimizda daftar beriladi. Yozishni, o'qishni o'rganadilar, matematika, ingliz tili va rus tili. 9dan 5 gacha bo'lgan guruhimizda esa unda ham yozishni, o'qishni o'rganadilar, matematika, ingliz tili kunida 2 soatdan bo'ladi, har kun bo'ladi. Rus tili, sport turidan esa shaxmat va jismoniy tarbiya bo'ladi. Hamda 3 mahal ovqat beriladi. Zavtrak, obed, soat 4da yengil tamakda beriladi. Va o'quvchilarimizni olib kelish va olib ketish uchun maktabimizda maxsus avtobuslar tashkillashtirilgan. Milliy guruhlarimizni oxirida esa o'zlashtirilgan bilimlarining natijasini ota-onasiga maxsus imtihon asosida ko'rsatib beramiz. Let's start. Describe this picture. What do you see in this picture? This is a family. He is a dad. She is a mom. He is a dad. He's catching. She is a mom. Назови, какой тебе не нравится овощ. Чеснок и помидор. Хорошо, чеснок на вкус какой? Горький. Boy and girl sitting on the swing. There is bench. On the bench, book bag. Qani bizning sinfxonalarimiz? Hurmatli ota-onalar, haqiqatan ham Nihal Akademiyasini uchebni sentrini ayolim bilan balamizni topshirdik. Chunki bizlarga yoqdi. Bizlar ham sizlarga tavsiya qilamiz. Men doğrusini aytsam, shu bolalarni maktabga olib borib, ikkilashda ozgina qiynalib turdik. Qarasak, Nihal Akademiyasining o'zining shaxsiy avtobusi bor ekan. O'zlari olib boradi, o'zlari olib keladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Sizlar ham tavsiya qilamiz. Manzilimizni so'raganlar uchun Abbos aptekadan o'tgandan keyin 10 qo'lda ishora telefon raqamlarini qoldiramiz, link qoldiramiz. Bosaslardan ichana kirib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Xatini endi uxlasam bo'ladimi? Bo'ldi. Yuring uxlaylik. Uxlayveringlar. Uxlaylik.